Prezident Islom Abdug'aniyevich Karimovning ruhini xotirlab, Namangan viloyatining turli hududlarida ham xalqqa osh berish tadbirlari birdamlik va hamjihatlikda bo'lib o'tdi. Namangan shahrining 3 ta hududida va barcha tumanlarida tashkil etilgan mazkur tadbirlarda bir piyola choy ustida yurtdoshlarimiz O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti ruhini xotirlashdi. Xullas, u kishini diqqat e'tiborlarini biror bir soha chetda qolmasligi, muhtaram yurtboshimizning ishonchlarini, ular boshlab bergan ezgu ishlarni albatta oqlaymiz. Zero biz baxtli mamlakatning baxtli farzandlarimiz. Davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, mehnat faxriylari ishtirokidagi marosimga tashrif buyurgan barcha insonlar buyuk davlat va siyosiy arbob suratiga katta hurmat bilan ta'zim bajo keltirishdi. Musulmonlar idorasi vakillari tomonidan Qur'on tilovat qilindi. Osh tadbirlari so'ngida barcha vatandoshlarimiz duoga qo'l ochib, Prezident Islom Karimov haqqiga duo qilishdi. Ma'murjon Ergashev, Jo'rabek Kamolov, Namangan.